Jigar, o'zingiz bosib yuborasizmi deyman-da. Mendan kompaktniy bo'lgan, patkulch xonadon so'ragandingiz. Mana siz bo'p uy. Qarang. Biz hozir Sergeli qush ko'rgan mahallasiga kelganmiz. Orientir Elbrus restorani bo'lyapti. 175 sotuv maydonga tushgan 100% patkulch xonadonimiz sotilyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini albatta aytib o'taman, Jigar. Uyingizni oldida mana shunaqa masjid joylashgan bo'lsa, ketadi-yu, Jigar. Mahallani ham ko'rishingiz mumkin, asfalt bo'lgan, kerakli kommunikatsiyalar o'tkazilgan. Darvozaxonadan kirganda chap tomonda yozgi oshxonani joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Jigar, mana bu hovliga bitta Malibu, bitta Gentrachani tashlab qo'ysangiz ketadi-yu. O'rtada zelyoniy zonaga joylar ajratilgan, tashqi hovli uchun bitta sanuzli ham bor. Mana bu yoqdan yerto'laga tushasiz. Uyimizning yarmi yerto'la qilib ishlangan. Hozir men sizga ichkarilarni ko'rsatib beraman. Jigar, siz ungacha like bosib qo'yishni unutmang. Uyga kirganda mana shunaqangi kattagina hol kutib oladi. Bu yog'i bo'lib, kichkina koridor qilib qo'yishmaganda, mana shunaqa katta holni o'zini qoldirishgan. Bu yoqqa bemalol mebellarni joylashtirib, mehmon kutadigan zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bizlar keyingisi birinchi qavatimizdagi umumiy sanuzi kattagina qilib ishlangan. Sanuzimiz ham keng, ko'rayotganingizdek va to'g'rida bo'lsa, ayollarimizning sevimli xonasi oshxonamizga joylashyapti. Orqaga chiqsak bo'ladi, orqa hovlida ozgina joy qoldirib ketilgan, ko'rsataman. Bu yoqda kotelni joylashgan, bilasizlar, quyosh nuri tushib, havo yaxshi aylanishligi uchun. Ana endi sizlar bilan yuqori qavatni ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qavatdamiz, zindan ko'tarilganda bizani mana shunaqa 3 ta xona kutib oladi. Bu yoqda birinchi bo'lib mehmonxona joylashyapti. Uning yonida bo'lsa родительский bitta spalnya bo'ladi. Yani xohlasanglar endi bolalar xonasi qo'ysanglar ham bo'ladi va bu yoqda o'zining balkondan chiqib bemalol buni hovlilarni tomosha qilsanglar bo'ladi. Ikkita yonma-yon uy. Keyingisi bizda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzel joylashgan. Bu yoqda kattagina keng zamonaviy sanuzel va bu yoqda yana bitta родительский spalnya tushyapti. O'zingizlar ko'ryapsizlar, baho berib qo'yasizlar. Qalay Jigar uy. To'g'risini ayting, sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring. Men bo'lsa narxini aytib o'taman. Mana shu uyimizga $155,000 so'rashyapti. Tepasiga kelsangiz, meni aytsangiz albatta kelishtirib berishadi. Agar mobodosiga yaqin og'ayingiz yoki bo'lmasam aka-ukangiz bo'lsa, ikkita yonma-yon, ikkita bir xil uy. Ikkalasini ham bosib oladigan joyi Jigar. Men qo'shimcha ma'lumotlar va telefon raqamini opsiyasida qoldiraman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Jigarlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.